Shogird, Labi usta. keling bu eshakni olishib oling. Yo'lda mana ketdim. Shogird, O'labi. aqlni chaqab qo'y. Onasini yersan. Hamma aql, hamma o'zidan ustani yesa qo'ygan. Shogird, joydan olib keling. Shogird. Shogird, Labi. Aka, bizga. ne shogird bola? Men usta yaxshiyam kelib qoldim, metr chiqib ketib qolyapti. Ushab turing shuni. O'lchayapsiz shogird bola? Bekani bo'yni o'lchab olishim kerak. Bu degani yotkizib olib o'lchasangiz oson bo'lmaydimi? Usta, buni menga uzunasi kerak emas. Menga buni bo'yi kerak, bo'yi. Yarim paqir olib kelgan. Usta bu barcha bu 15 takır loy ketadi, nimaga yarim takır loy ketadi? Shogird bo'lganiga aytganligim borabki. Ha bu unga yarim takır loy soling, aytdi. Maraz usta 15 takır loy ketadigan joyga yarim takır loy so'rayapti. Nega yarim taqir? Soling yarim takır. Yarmini mana usta so'rayapti-da. Qolmaylar bolalar. Keling usta, salomat bo'ling. Xullas, mana shu o'g'lim maktabga borishni xohlamayapti. Shularga jicha hunar o'rgatib, bir narsalarni o'rgatib, ustachilikni o'rgatishga hech bo'lmasa. Alo. Ha oğlum, nima gap? Endi maktabga borib yaxshi o'qiydi. Qilyapsiz shogird bola? Yapma. Ha buni ishlangina, nima loyga yetarkan. Loyga tashab qo'yib, bemalol yana choy ichib, salam bo'laverardi. Bo'lmasa, ishlagi bo'lmaganda paqirni o'yitdan toshsalam bo'laverardi. Naqdan bo'laveradi. Shogird, kelin bu lesani olishib olaylar. Yapsam hozir ish qilyapmiz. Olaylik. Axir bunchalik hurmati yo'qmizlar oldingda. Usta, sizni bunchalik emas, bunchalik hurmat qilamiz. Yuring kel. Qani shogird bolam metr tushunchi. Usta 2-3 yildan beri shogird bo'lib yurish jonga tegdi. Bering menga metrni. Qani bo'pti, shu metrni o'lchab ko'rchi. Torting metrda. Metrdan shuna shu yerda metrdan chekyapman. Yotib qo'y.